Dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, har yili an'anaviy tarzda gender tenglik faoli milliy tanlovi o'tkazib kelinmoqda. Ushbu tanlovning joriy yilgi viloyat bosqichi bo'yicha komissiya yig'ilishida kelib tushgan 35 dan ortiq hujjatlar ko'rib chiqildi. Tafsilotlar galdagi lavhada. Har bir insoniy huquq va imkoniyatlari keng ta'minlangan jamiyat inklyuziv, adolatli va taraqqiy etuvchi jamiyat hisoblanadi. Shu maqsadda O'zbekistonda ham gender tenglikni ta'minlash bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur islohotlar davomida o'tkazilayotgan gender tenglik faoli milliy tanlovi ushbu yo'nalishda faoliyat ko'rsatayotganlarni rag'batlantirish va ommalashtirishga xizmat qilmoqda. Gender tenglik faoli milliy tanlovining viloyat bosqichini o'tkazish bo'yicha komissiya yig'ilishida ham ana shu haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Unda viloyat komissiyasi a'zolari tomonidan viloyat, shahar va tuman tashkilotlaridan kelib tushgan 35 dan ortiq hujjatlar ko'rib chiqildi. Bugungi kunda o'sha gender tenglik tushunchasi keng targ'ib qilinganligi, korxona tashkilotlarimizda gender tenglik ta'minlashda maslahat kengashlari, organlari tuzilganligi va ularning faolligi, ulardagi o'sha ham erkaklar ham xotin-qizlarning teng huquq va imkoniyatlari to'laqonli ahamiyatga ega ekanligi va o'sha tushunchani korxonada keng targ'ib etilishi natijasida korxonalarimiz, tashkilotlarimiz, umuman tuman shaharlarimizda ushbu tanlovga bo'lgan ishtirok etish ishtiyoqi kengayib borayotganligi, gender tenglik tushunchasini keng targ'ib qilinishi natijasi deb o'ylaymiz. Bugun mana komissiyamiz tomonidan ushbu 35 dan ortiq tashkilotlardan kelib tushgan hujjatlarimiz atroflicha ko'rib chiqilib, aynan nizom talabi asosida baholanib, ularni eng munosib deb topilgan tashkilotlarimiz respublika bosqichiga qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Komissiya tomonidan har bir hujjat belgilangan mezonlar asosida baholanib, ularning gender tenglikni ta'minlash, ayollar faolligini oshirish, jamiyatda teng huquqlilik tamoyillarini qaror toptirishga qo'shgan hissasi inobatga olinadi. Gender tenglik deganda eng avvalo mana o'sha korxona tashkilotda ayollar va erkaklar uchun teng huquqli sharoitlarni yaratish, ularni ishga qabul qilish jarayonida ham, sog'ligini muhofaza qilishda ham qanchalik darajada bunga e'tibor berilmoqda, qanday sharoitlar yaratilmoqda. Mana shu mezonlarida tanlovni o'rganish paytida o'lchovlarida mana shunga qaraladi. O'rganayotganimizda ko'rdikki, demak, korxona tashkilotlarimiz haqiqatdan ham xotin-qizlarimiz bilan erkaklar uchun teng sharoitlarni yaratishga juda ham katta e'tibor bermoqdalar va bu bugungi taqdim etilgan hujjatlarda, fotolavhalarda o'z aksini topgan. Gender tenglik faoli milliy tanlovida davlat idoralari xodimlari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari, blogerlar, ta'lim va tibbiyot sohalari vakillari ishtirok etishmoqda. Tanlov komissiyasi xulosasida g'oliblar aniqlanib, rag'batlantiriladi.